Bugun 31-yanvar kuni Yashnobod tumani Parkent ko'chasida joylashgan aviator binosida yong'in kelib chiqdi. Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasiga bu haqda 15:47 da xabar kelib tushgan. Qutqaruv ekipajlari esa 15:53 da voqea joyiga yetib kelgan. Bino ichidagi fuqarolar evakuatsiya qilingan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berishicha, yong'inga vazir general-mayor Azizbek Ikromov Isroilovich boshchiligida bartaraf qilinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, yong'in ushbu binoning 2-qavatida sodir bo'lgan. Zamonuz hodisani batafsil o'rganish uchun voqea joyiga yetib keldi. Joriy yilning 31-yanvar kuni Yashnobod tumani Parkent ko'chasida joylashgan aviator kazinkasi binosida yong'in sodir bo'layotgani to'g'risida Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar bosh boshqarmasiga xabar kelib tushdi. Tergovga qadar surishtiruv ishlari davomida 2-qavatda bir nafar fuqaroning jasadi aniqlandi. Yana qo'shimcha ma'lumot aniqlansa, yana axborot beriladi Favqulodda vaziyatlar vazirligi tomonidan. Aytilgan manzilda 12 ta asosiy qutqaruv texnikasi, 4 ta maxsus va 6 ta suv tashuvchi texnikalar jalb qilingan. Xodimlarning taxminiy soni 100 dan oshiq xodimlar voqea joyida yetib kelgan. Uning qo'shimchasiga Ichki ishlar vazirligidan kursantlar jalb qilingan, barcha kerakli kuch vositalar jalb qilingan. Hozirda tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda aytilgan manzilda. Yong'in nimadan kelib chiqqani ma'lummi? Hozirda bormi, taxminlar bormi? Yo'q, hozirda taxminlar yo'q. Hozirda surishtiruv ishlari aniq olib borilmoqda. Taxminlar yo'q. Hozirda aniq ma'lumot bo'lishi bilan albatta qo'shimcha axborot beramiz. Korzinka bizda ayb yo'q deyapti. Korzinka ma'muriyatining ma'lumot bergani bu aynan Korzinka tomonidan yong'in sodir qilinmagan degani, ular shuni nazarda tutganki, ularda Korzinka binosida ijarada turuvchi, ya'ni bir tadbirkorni egallagan joyida yong'in kelib chiqqan. Korzinka o'z ma'lumoti shunda nazarda tutganki, yong'in to'g'ridan-to'g'ri Korzinka tomonidan sodir etilmagan, ya'ni ayb Korzinka o'zida emas deb ma'lumot bergan. Bu ijarachi tomonidan nazarda tutgan. Shuning uchun bu ma'lumotda ijarachi nazarda tutilgan. Ya'ni binoda ijarachi oladi tadbirkor va o'zining ish faoliyatini yuritadi. Boyagi nashrning manbasiga ko'ra fuqaro tomonidan kelib chiqqan deb aytgan. Bu asoslimi? Hozirda barcha video kamera, video kuzatuvlar ko'tariladi, barchasi aniqlanadi. Aniq ma'lumot bo'lgandan so'ng batafsil ma'lumotni bera olamiz. Chunki hozir taxminiy sabablarga yondashadigan bo'lsak, har xil sabablar, bir qancha sabablar bo'ladi. Shuning uchun bizlar aniq ma'lumotga yondashgan holda hozirda Ichki ishlar vazirligi tergovga qadar surishtiruv olib bormoqda. Qo'shimcha ma'lumot bo'lishi bilan albatta etiladi. Hozirda tergov ishlari olib borilmoqda aytilgan manzilda. Aytilgan manzilda birinchi qutqaruv texnikasi aytilgan manzilga yetib kelishi bilan birinchi navbatda fuqarolarning evakuatsiyasi va qutqarish ishlarini amalga oshirgan. Binoda ko'plab fuqarolar bo'lgan. U yerda birinchi navbatda qutqaruv va evakuatsiya ishlari amalga oshirilgan. Va undan so'ng to'liq binoda fuqarolar evakuatsiya qilingandan so'ng yong'in o'chirishga kirishilgan. Qancha odam evakuatsiya qilindi, soni ma'lummi? Sonini hozir aniqlashtirilmoqda, chunki u yerda sarosimaga tushgan vaziyatda soni to'liq aniq ma'lumot yo'q, chunki birinchi qavatda ham, ikkinchi qavatda ham odamlar ko'p bo'lgan, chunki shanba odamlar ishdan so'ng ko'p tashrif buyuradi, lekin ma'lumotlar ko'plab fuqarolar bo'lgan, ko'plab fuqarolarni evakuatsiya qilishga erishilgan.